Dadajon, biz qayerga keldik? Biz mana shu go'zallikni o'zimizni obunachilarimizga ko'rsatishga keldik. Azizlarim, hovliga ko'ring, hovlini. Krasavitsa hovli bo'lgan, белоснежная shunaqa oppoqqina gap bo'lishi mumkin emas. Bitta o'zingiz baho bering. Mana bu yoqda ko'rib turganingizdek barbekyu zonalarimiz qilib qo'yilgan. Mana bu yoqda mashina qo'yish uchun navezlarimiz qilib qo'yilgan. Ko'ring, bitta oppoq tramenti, qop-qora, mana shu qop-qora tosh bilan uyg'unlikda qanday go'zal bo'lib ketgan. Xo'p, ko'rib turibsiz, hovlimiz 3 qavatdan iborat. Podval qismimiz, birinchi qavatimiz va ikkinchi qavatimiz. Podvalimiz yaxlit. Hozir video davomida ko'rsatib o'tamiz. Podvalda tashqaridan kirsa ham bo'ladi, ichkaridan ham kirsa bo'ladi. Hovlimizni yuragi kachenlisi mana shu podvalga tushganimizda joylashtirib qo'ygan. Uni o'zi ham bitta juda zo'r san'at asari qilib kerilgan. Xo'p, hovlimiz uchun umumiy sanuzilimiz qo'yib ketilgan mana bu yoqda. Ko'rib turganingizdek mana shunday landshaftli zonalar qilingan, juda chiroyli gap bo'lishi mumkin emas. Bitta like bosib o'tinglar, chunki haqiqatda like'ga arzigulik hovlimiz bugungi hovlimiz. Ichkaridan video obzorini boshlaymiz. Qani, ketdik. Azizlarim, uyimizga kirib o'rnak, uyimizda mana shunday hol qismi kutib oladi. E'tibor qiling, shunday chiroyli chiqqan chiroyli pardalarimiz. Mana bu yoqda tashqariga ishga chiqib ketish uchun o'ziga qarab ketish mana shu chiroyli dekorativ oynalarimiz qo'yib ketgan. Holimizdan shundoqqina oshxonaga o'tiladi. E'tibor qiling, juda chiroyli qilib qo'yilgan oshxona mebellarimiz, barcha jihozlar bilan jihozlangan chiroyli o'zgacha lyustralarimiz, pardalarimiz ilib qo'yilgan. Mana bunga e'tibor qilamiz, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bu razdvijnoy ishi qilib qo'yilgan, ovqat pishirganda uyga tarqalmaslik uchun juda gap bo'lishi mumkin emas. Uyni remont qilgan insonlarni didiga gap bo'lishi mumkin emas. Haqiqatda juda chiroyli yurakdan qilingan. Bu siz video davomida e'tibor qilib o'tasiz. Bu bizni zal qismimiz, hurmatli kuzatuvchilarimiz, zalimizga e'tibor qiling. Qanaqa katta, qanday chiroyli oppoq ranglarda qilingan, gap bo'lishi mumkin emas. Klassik stilda qilingan. Televizorimizni o'zi bir narsa. E'tibor qiling, juda katta televizor qo'yib ketilgan. Bu yoqda esa orqa hovliga chiqish uchun eshik qo'yib ketilgan, havo aynalish uchun. E'tibor qiling, bu yoq ham juda chiroyli mana shunday zelyoniy dekorativniy narsalar qilib qo'yilgan. Juda katta 16 kishiga mo'ljallangan stol-stullarimiz ham qo'yib ketilgan. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilarimiz, birinchi qavatimizda kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamizdan birdan ko'rsatib o'taman. E'tibor qilasiz, bu xonadonimiz juda chiroyli remontdan chiqqan, barcha mebel jihozlar bilan jihozlangan. Ko'rib turibsiz, xonadonimiz kirib yashashga tayyor, gap bo'lishi mumkin emas. Bu xonamizning o'zini sanuzili ham mavjud. Marhamat. Birinchi qavatda umumiy sanuzilimizni ham ko'rsatib o'taman. Marhamat. Bu umumiy sanuzilimiz. Hurmatli kuzatuvchilar, aytib o'tganimdek, podvalga bu yoqdan tushsak ham bo'ladi. Bu ikkinchi qavatga ko'tarilish va mana bunday dekorativniy daraxtlar qilib qarang, qanday aytib gap bo'lishi mumkin emas. Xonadonimizni remont qilgan insonlarning didiga. Videomizni ikkinchi qavatdan davom ettiramiz. Qani ketdik. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ikkinchi qavatga ko'tarilishimiz. Ko'rib turibsiz, mana bu lustra uchun alohida baho berib o'tinglar. Juda chiroyli lustra. Birinchi qavatdan to ikkinchi qavatgacha juda katta lustra. Xo'p, ikkinchi qavatda 4 ta umumiy yotoqxonamiz joylashgan va 2 ta alohida sanuzilimiz mavjud. Keling, mana bu xonadan boshlaylik. Mana bu xonamiz ham juda katta xonamiz. Bu ham kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. E'tibor qiling, barcha jihozlar bilan jihozlangan chiroyli lustralarimiz ilingan va bu xonamizning o'zini sanuzili ham mavjud. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Umumiy hisobda 6 ta sanuzildan iborat bugungi xonadonimiz va ikkinchi xonamiz esa bu bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Yo'qdan ko'rib turibsiz, barcha sharoitlar qilingan. Remontlari prosta gap bo'lishi mumkin emas. Chiroylikina pardalarimiz ilinib qo'yilgan. Va keyingi xonamiz bu yana bitta bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Marhamat, bu yoqdan ham barcha sharoitlar qo'yilgan, shkaflarimiz, chiroylikina lustralarimiz, chiroylikina o'zgacha pardalarimiz. Ko'ring, didga gap bo'lishi mumkin emas. Haqiqatda juda chiroyli chiqqan. Va oxirgi 4-yotoqxonamiz. Endi bu yoq faqat bo'sh turibdi, lekin bu yoqdan ham masalan yoki mini zal sifatida foydalansa ham juda chiroyli bo'ladi. Pastda katta zal, yuqorida ikkinchi qavatda mini zalimiz. Sanuzillarimizni ham ko'rsatib o'taman. Marhamat, bu yoqda mana bizning dushvayamiz, bu yoqdan barcha sharoitlar qilib qo'yilgan va mana bu yoqda esa hojatxona qismimiz alohida. Va mana shu holimizdan shundoqqina balkonimizga chiqish uchun ham mana shunday eshik qo'yib ketilgan. Balkonimiz juda katta, yuqoridan bitta hovlini ko'rinishiga baho bering. Juda chiroyli gap bo'lishi mumkin emas. Podval qismini birgalikda ko'ramiz, keyin barcha ma'lumotlarni aytib o'taman. Qani ketdik. Kuzatuvchilarimiz, uyimizning ichidan podvalga tushishimiz, podvalni ko'ring. Yaxlit, juda katta, bitta to'yxona desa ham bo'ladi. O'zini mana shunday tennis stollari qo'yib ketilgan, maza qilib tennis uchun va mana shunday trenajyorni zal, mini trenajyorni zal uchun mana shunday apparatlarimiz qo'yib ketilgan va do'stlar bilan kelib o'tirgan uchun mana shu yerda mexki mebellarimizgacha qo'yib ketilgan. Kuzatuvchilarimiz 3 sotiq, 3 qavatdan iborat hovlimiz ko'rib turganingizdek,
juda chiroyli dizaynskiy stilda remont qilingan, kirib mazza qilib yashayotgan mana bir xil hovlilar bo'ladi. Kirganingizda odamni bahri dili ochilayotgan hovlilardan bittasi bo'libdi. Bu yoqda gaz va suv kommunikatsiya hujjatlaridan umuman muammosi yo'q. Bir kunda avtomat qilib beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, shoshamiz. Narxi 320 ming so'ralyapti. Savdosi yaxshigina bor. Kimga xonadonimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlarni qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqish mumkin. Kelamiz, savdolashib, yanada arzonroq qilib olib berishga harakat qilamiz. Salomat bo'lasizlar.